Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bu telbani mansabidan chetlatish kerak. AQShda demokratlar Trampni prezidentlikdan chetlatmoqchi. Hujum davom etadi. Netanyahu AQSh va Eron sulhi Livanga aloqador emasligini aytdi. Eron AQSh mag'lubiyatga uchraganini ma'lum qildi. Rossiya Eronga kiber yordam bermoqda. Endi esa batafsil Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Rossiyada ishlab hujjatlar borasida qiynalmoqdamisiz? Biz sizga barcha rasmiy hujjatlarni taxlashda yordam beramiz. Registratsiya, продление, уведомление, трудовой договор va Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi vizasi. Hammasi qonuniy, ishonchli va muhimi tezkor. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bu telbani mansabidan chetlatish kerak. AQShda demokratlar Trampni prezidentlikdan chetlatmoqchi. AQSh Kongressdagi o'nlab demokratlar prezident Donald Trampni lavozimdan chetlatishga chaqirdi. Bunga AQSh rahbarining 7-aprel kungi bayonoti, jumladan Eronning butun bir sivilizatsiyasini yo'q qilish bilan tahdid qilgani sabab bo'ldi. Bu haqda Axios xabar berdi. 70 dan ortiq qonunchi, jumladan bir necha senator, impeachment va konstitutsiyaning 25-tuzatishini qo'llash imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Mazkur tuzatish prezident o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatda uni hokimiyatdan chetlatishni nazarda tutadi. Bunday chaqiriq bilan birinchilardan bo'lib Kongress a'zosi Yassamin Ansari chiqdi. U 25-tuzatish bejizga kiritilmaganini aytib, Amerika harbiylari, Eron xalqi va global xavfsizlik tizimi xavf ostida ekanini ta'kidladi. Kongressning yana bir a'zosi Ilhan Umar esa Trampni muvozanatni yo'qotgan telba deb atab, uni zudlik bilan lavozimdan chetlatishga chaqirdi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Konstitutsiyaga kiritilgan 25-tuzatishni qo'llang. Impeachment e'lon qiling. Lavozimidan chetlashtiring. Bu muvozanatsiz telbani mansabidan chetlatish kerak, dedi u. Trampning butun bir sivilizatsiyani yo'q qilish bilan tahdid qilgandan so'ng yana bir qator demokratlar ham bu talablarga qo'shildi. Kongress a'zosi Sara McBride esa Tramp ketish kerakligini aytib, respublikachilarni bu noqonuniy urinishga chek qo'yish uchun barcha konstitutsiyaviy vakolatlardan foydalanishga chaqirdi. Demokrat Set magazinerga ko'ra, prezident atrofidagilar uning harakatlari tobora xavfli va oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lib borayotganini anglab yetish kerak. Axios ma'lumotlariga ko'ra, demokratlar impeachment bo'yicha ovoz berishdan tortib, vazirlar mahkamasiga 25-tuzatishni qo'llash talabi bilan murojaat qilishgacha bo'lgan ehtimoliy choralarni muhokama qilmoqda. Hujum davom etadi. Netanyahu AQSh va Eron sulhi Livanga aloqador emasligini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh va Eron o'rtasidagi otash kesim Livanga taalluqli emasligini aytdi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Netanyahu AQShning Eronga qarshi hujumlarni to'xtatish qarorini qo'llab-quvvatladi. Biroq 2 haftalik sulh Isroilning Livanga zarbalar berishga to'sqinlik qilmasligini aytdi. Shuningdek, AQSh prezidenti Donald Trampning Eron endi Amerika, Isroil, arab qo'shinlari va butun dunyoga yadroviy, raketali hamda terrorchilik xavfi solmasligini ta'minlashi borasidagi harakatlarni ma'qullashini bildirdi. Ammo 2 haftalik o't ochishni to'xtatish Livanni o'z ichiga olmaydi, dedi u. Netanyahuning bu bayonoti Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharifning e'lonidan so'ng yangradi. Sharif AQSh, Eron va ularning ittifoqchilari hamma joyda, jumladan Livan va boshqa hududlarda ham zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishib olganini aytgandi. U otash kesim darhol kuchga kirishini bildirgan. 28 kuni AQSh va Isroil hujumlarida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomaniy o'ldirilgach, Livanning Hizbulloh guruhi qasos hujumlari bilan urushga qo'shildi. Hozirda Isroil Livan hududlariga aviazarbalarni davom ettirmoqda. 2-martdan buyon Livanda hujumlar oqibatida 1,5 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. 1 milliondan ortiq kishi uyini tark etdi. Isroil harbiylari Livan janubiga kirib, bufer zona deb ataladigan hududni kengaytirishni boshlagan. Eron AQSh mag'lubiyatga uchraganini ma'lum qildi. AQSh sharmandali mag'lubiyatga uchradi va Tehron ilgari surgan barcha o't ochishni to'xtatish shartlariga rozi bo'ldi. Bu haqda Eronning Oliy milliy xavfsizlik kengashi ma'lum qildi. Mazkur bayonot Donald Trump tomonidan e'lon qilingan 2 haftalik sulh fonida yangradi. Avvalroq Trump AQSh Eron tomonidan taqdim etilgan 10 banddan iborat taklifni olganini bildirgan edi. Unga ko'ra bu reja muzokaralar uchun real asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. CNN telekanali xabariga ko'ra, Isroil ham 2 haftalik sulhga amal qiladi. Eron tomoni da'vo qilayotgan majburiyatlar Eron xavfsizlik kengashiga ko'ra AQSh quyidagi shartlarni qabul qilgan.
agressiyadan voz kechish, AQSh Eron hududiga hujum qilmaslik majburiyatini oladi. Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat. Hormuz ustidan nazorat Eronda qoladi. Yadro dasturini tan olish, Eronning uran boyitish huquqi e'tirof etiladi. Sanksiyalarni bekor qilish, barcha birlamchi va ikkilamchi cheklovlar olib tashlanadi. Xalqaro qarorlarni bekor qilish, xalqaro tashkilotlarning rezolyutsiyalari to'xtatiladi. Kompensatsiya to'lash, AQSh Eron ko'rgan zararni qoplaydi. AQSh qo'shinlarini olib chiqish, Amerika harbiylari Yaqin Sharqni tark etadi. Urushni to'liq to'xtatish, barcha frontlarda janglar yakunlanadi. Eron bayonoti AQSh pozitsiyasidan keskin farq qiladi. Tramp sulhni o'zi va Yaqin Sharq davlatlari uchun sharaf deb atagan hamda AQSh harbiylari barcha maqsadlarga erishganini ta'kidlagan. Tehron esa vaziyatni o'zaro kelishuv emas, balki Vashingtonning to'liq taslim bo'lish sifatida talqin qilmoqda. Rossiya Eronga kiber yordam bermoqda. Rossiya sun'iy yo'ldoshlari Yaqin Sharqdagi harbiy obyektlar va o'ta muhim hududlarning batafsil tasvirlarini tushirib, Eronga AQSh kuchlari hamda boshqa nishonlarga zarba berishda yordam bermoqda. Bu haqda Ukraina razvedkasi hisobotiga tayanib Reuters xabar berdi. Razvedkaga ko'ra, Rossiya va Eron xakerlari kiber fazoda ham faol hamkorlik qilmoqda. Bu ma'lumotlar Isroil va AQSh 28 fevralda o'z amaliyotlarini boshlaganidan buyon Rossiyaning Eronga ko'rsatayotgan maxfiy yordami haqidagi eng batafsil dalildir. Ukrainaliklarning hisobotiga ko'ra, Rossiya sun'iy yo'ldoshlari 21-martdan 31-martgacha bo'lgan davrda Yaqin Sharqdagi 11 ta davlat hududida kamida 24 marta kuzatuv olib borgan. Jami 46 ta obyekt, jumladan AQSh va boshqa davlatlarning harbiy bazalari, aeroportlar hamda neft konlari suratga olingan. Kuzatuvdan bir necha kun o'tgach ushbu harbiy bazalar va shtab-kvartiralar Eronning ballistik raketalari hamda dronlari nishoniga aylangan. G'arb harbiy manbalari ham mintaqada Rossiya sun'iy yo'ldoshlarining faolligi oshganini va tasvirlar Eron bilan bo'lishilganini tasdiqlagan. Saudiya Arabistoni hududi 9 marta kuzatilgan. Shundan 5 tasi Qirol Xolid harbiy shaharchasi ustida amalga oshirilgan. Bundan maqsad AQShda ishlab chiqarilgan Z havo hujumidan mudofaa tizimi elementlarini aniqlash bo'lgan. Turkiya, Iordaniya, Kuvayt va Birlashgan Arab Amirligi hududlari 2 martadan, Isroil, Qatar, Iroq, Bahrayn hamda Diego Garcia harbiy dengiz bazasi 1 martadan suratga olingan. Rossiya sun'iy yo'ldoshlari, shuningdek jahon neft va suyultirilgan gaz oqimining 5 dan 1 qismi o'tadigan Hormuz bo'g'ozini ham faol kuzatuvga olgan. O'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Rossiya sun'iy yo'ldoshi Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasini suratga olgan. Oradan bir necha kun o'tib 27-martda Eron ushbu bazaga zarba bergan va AQShning o'ta murakkab Y-3 Sentry AWACS samolyotini ishdan chiqargan. 28-mart kuni esa Rossiya sun'iy yo'ldoshi zarba oqibatlarini baholash uchun yana o'sha hudud ustidan uchib o'tgan. Fevral